Salam qeyrindeşim. Kitap okuş munberiga hoş geldiniz. Siz çokum Mömincan Ablikimning Uyg'ur degan mushundaq namliq naqshisini anglab baqqan bo'lishingiz mumkin. Shundaq. Bu naqshni anglagan odamning chehriga tabassum to'lib, ixtiyorsiz holda qo'llarini ko'tarib, bir bada Uyg'urcha usulga tushish istiqi o'rg'oydi. Men bu naqshni bakli yaxshi ko'raman. Ammo siz bilamsizki, bu naqsha amaliyotda 8 kuplitlik bir she'rning 4 kuplitila ariya ilinib aytilgan naqsha. Yaqında men Abduqodir Jaloliddinning Mavjudlik tashnoligi degan kitobidan bu she'rning to'liq tekstini uchirtib qoldim. Abduqodir Jaloliddin Londonda bir yil ilmiy ziyoratchi bo'lib turganda Londondagi Uyg'urlarning ro'zg'etliq uchirish cheyiga daxil bo'ldi. Jamoat Abduqodir Jaloliddinni so'zga taklif qilganda qarindoshlarga salom berib, mundaq deydi: Assalomu alaykum, suyimlik vatandoshlar. Boya aytilgan naqshlarning muңlaridan texcha qutulib ketolmayapman. Shunga sizlarga damalli nima deyishni bilolmadim. Men Angliyaga texi yaqinda kelganim uchun sizlarga ona vatan salomini yetkazishga o'zimni loyiqatli hisoblayman. Menda texi vatanda yegan tuzning tapti bor. Vatanning to'pisining hidi bor. Uchamdagi maykamdan vatanning so'pini puraydi. Bu mayka vatanning suyida chayqalgan. Shunga meni aranglardagi eng keyingi musofir deb to'nib salomimni elik elinglar. Sizlarga ona xalqinglardan umidlik salom. Zalda olqish sadolari yangraydi. Andın Abduqodir Jaloliddin Olmaotada o'tgan Uyg'ur shoiri Eliyar Baxtiyorning Uyg'urlarni to'nishtirish degan she'rini o'qib berdi. Uyg'urlarni to'nishtirish. Eliyar Baxtiyor. Yig'ib qo'ygan dunyosini to'yga deb, to'kib etar mehmon keldi uyga deb. Desang agar tushunmasdin bu qandoq? Bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundaq. Uyg'urlarning qo'li oltin, ko'ngli gul. Bog' baraqsan ular turgan dasht uchul. Do'stqa degan mehri uchuq, ko'ngli oq. Bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundaq. Ati oqsham ishikini ilmaydi. Qulub salmas qizg'in ishni bilmaydi. Tushunmasda desang agar bu qandoq? Bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundaq. Ko'chat tikib soyi bo'lsin deydi u. Soyisida o'zi tursa mayli u. Do'st birodar ko'ngli to'ysa shu vaqtga men qatorga qo'shildim der shu vaqtda. Qayg'u tushsa tang bo'lishib oladi. Biri kulsa uning ko'ngli qanidi. Qarindoshdan ortiq ko'rib qo'shnini, otsidek tinshaydi yar do'stini. Japoyingmi? Japodan u qo'rqmaydi. Og'rib qolsang eng avval shu yo'qlaydi. Darding bo'lsa oladi u bo'lishib, shodlik kunlar o'ltirdi kulishib. Naqshi sossiz, mashrabsiz u yurmaydi. Sen kulmasang u ichilib kulmaydi. Sen egilsang u sunudu sen uchun. Sen sunsang u o'lidi sen uchun. Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan, bilim ilmi jahon g'imi taralgan. Haq o'rnida hamisha gul unsun deb, emgak qilar inson omon bo'lsin deb. Mana bu she'r dal biz yaxshi ko'radigan Uyg'ur degan mushundaq degan naqshining to'liq teksti. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2020-yili 2 fevral janvada unga elinib tayyorlandi.
İşenmezdim bu konuda